Uyga jonni olib kirardim. O'zi bir xonali uyda turamiz. Ayolim ham yotib qolgan, sharoitimni ko'rib turibsiz-ku. Bo'ldi aka, hammasini tushundim. Ahvolingizni ko'rib turibman. Mana bu pulni oling, hali ayolingiz oyoqqa turib ketarlar. Siqilmang faqat. Rahmat. Bu yaxshiligingizni hech qachon esimdan chiqarmayman. Xotinim bilan bir umr siz duo qilib o'tamiz. O'rtoq, ketdik. Qatga? Yangi qurilgan uchastkamga klient kelyotdi. Menimcha oladigan shekel. Bo'ldi, ketdi. Uying yaxshi chiqibdi. Olgan odam ham mazza qiladi. Ha, gapirma. Xaridor keldi, kutib oling shundoq. Kelinglar, qiynalmasdan topib keldinglarmi? Ha, maqtaganingizcha bor ekan uy. Aka, did bilan qurilganda. Irimaga o'tib bersangiz yaxshi bo'lardi. Qanaqa irim, menga uy yoqdi. Baraka aka. Ha, boyvachcha. Uy olgani keluvmidilar? Sallaga o'xshagan. Firibgarlikni kasb qilib olganlar. Shunaqa uylarni sotib olib, oilang, bola chaqang bilan yonib ketishingdan qo'rqmaysanlarmi? Bunaqalarga uyni sotma. Alo. Assalomu alaykum. Bolamni operatsiyasi uchun yordam bera olasizmi? Yo'q, uzr, hech qanaqa yordam bera olmayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shunaqa mashinniklarning dastidan rostdan ham muhtoj bo'lgan insonlarga hech kim ishonmay qo'ydi. Fikringizni kommentda qoldiringlar.